Yunusobod 8-kvartalda 3 xona birinchi etaj uyimiz chiqdi. Bellur ro'parasi ekan, orientir. Mana joylari zo'r, mana agorodlari, mana fasadini ko'rasizlar, qilib qo'yishganini, chiroyli qilib qo'yishibdi. Hozir uy ichidan ko'rsatamiz, bitta ko'ringlar. Mana bu yoq kiraverish bir xo'shga hisoblanadi. Xonalar razdelniy bo'lgan. Xonalar razdelniy. Mana kartinalar ilib qo'yishgan. Mana hozir ko'rsatamiz kartinalarni. Chiroyli qilib qo'yishibdi. Bu yoq sanuzel, sanuzelimiz samishonniy ekan. Ko'rib turganingizdek, toza ozoda uy, kirib yashasa ham bo'ladi. Xo'p, mana deskini ko'rsatamiz. Bu yog'imiz deski hisoblanadi. Bu yog'imiz родительский, 5x3 razmeri, kvadraturasi 69 kvadrat bu uyimizni. Xo'p, mana bu yog'imiz zal. Zalimiz ham ko'rib turganingizdek chiroyli qilib qo'yishgan. Bemalol mehmon kutsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar olib o'zingizlar remont qilib oringlar. Mana bu yog'imiz balkon. Balkonimiz ham juda chiroyli, reshotkalari bor. Bu yog'imiz kuxnya. Bu uyimizning lokatsiyasi juda zo'r, detskiy plashatkalari ham bor ekan. Bu uyimizga 85.500 so'raymiz. Qiziqqan bo'lsa, opsiyan nomerni qo'yib beramiz, telefon qilinglar.